Qayerdan bilding? Ha, Yovuzlar bilan birinchi marta to'xtashim emas. Bo'pti, unda yur. Salom Zayn. Qalaysan? Anchadan beri ko'rinmay yaxshimisan, Zayn? O, seni hamma tanir ekan, ha? Ha, shunchaki meni basharamni tanimaslikning iloji yo'q-da. Nima? Qidiruvdagi jinoyatchimisan? Xo'sh, buni nimasiga ajablanasan? Ha, qidiruvdaman, nima edi? Menga bu haqida gapirmaganding-ku. Xavotirga o'rin yo'q. Adolatni meni qidirishdan boshqa ishlari ko'p. Ay tulki, seni qidirib yurgandik. Ishinglar kammi deyman? Hozir hal qilaman. Hoy, mirshablar. Kamina ajdar jangchisiman. Tulki bilan ham rasman ajdar jangchisi shartnomasini tuzganman. Qanaqa ajdar? Qanaqa jangchi? Ajdar jangchisi? Voy nima? Eshitmaganmisiz? Balki meni kung fu panda sifatida yaxshiroq bilarsiz. Shoshmang, shoshmang. Lordan qochishni qara. Gapim rost. Tinchlan. Sen aytgandek qilib ko'rdik. Endi men urinib ko'raman. Shoshmang, nima qilmoqchisan? O'zi Bol, yugur. qonundan qochib qutulolmaysan. Sen qidiruvdagi jinoyatchisan. Ha, ammo qidiruvda bitta men emas. Voy, shahar hayoti chindan ham shundanmi-ku? Tezroq ketish kerak. Ana ular yordam chaqirib qolmasinlar. Uqalashib ketishibdi. Qochdik. Tezroq yugur. Sakra. Yiqilyapman. Judayam sekin. Uzr. Qo'shimda oxira chaladigan paytmi? Qopqondamiz. Ozgina qoldi, yaqinlashdik. Doim shunaqa deb aldaysan, hali uzoq bo'ladi. Voy. Bu qanaqa joy o'zi? O'z uyim, o'lan to'shagim. Archalar shahrining eng zo'r kisavorlari shu yerda yashaydi. Ehtiyot bo'l. Ana ular ishtoningni shunday yechib olishadiki, sezmay ham qolasan. Xo'sh, xo'sh. Churvaqalar mushak o'ynamasliklari kerak. Do'stlarim deganing shu shumtakalarmi? Aslida ular oilam meni. Voy! Ko'zlarimga ishonmayapman. Ha, meni qadrdon ustozim. Men bilardim bir kun albatta o'z makoniga qaytib kelishingni. O'shanda seni munosib tarzda kutib olaman degandim. O'rgildim oilangdan. Rosti uzoqroq tog'avachcha. Xo'sh, buni qanday hal qilamiz? Keskinamay turibmi yoki qiynab turib sekinmi? Qiynab turib sekin. Yaxshi jajji muttahamlar, sizlar aytganday bo'la qolsin. Qo'yin!
Yo'q, bu ishni qila olmaysan. Nimaga ekan? Bordi-yu, agar menga tirnog'ingni uchi ham tegadigan bo'lsa, o'zing javob berasan. Ajdar jangchisiga. Jangchisiga, jangchisiga, jangchisiga. Kimga? Yo tavba, nima men qishloqdagina mashhurmanmi? Tanishtirib qo'y, po. Toshday qattiq mushtlaringni. Unutma po, birovni do'pposlamay turib ham tinchlik o'rnatsa bo'ladi. Do'pposlamasdan hozir ha? Ha, hozir Shoshmang, ichki shifularning fikri har xil bo'lmasmidi? sendan ko'nglimiz qolganidan ikkimiz o'zaro ham fikr bo'lib oldik. To'xtang. Kim hozir zo'ravonlik qilsa, keyinroq bundan-da katta zo'ravonlikka uchraydi. Ya'ni hozir jenga ozgina bo'lsa ham ozor bermasak, Keyinroq ancha ozor chekadilar. Nima? Men unday deganim yo'q. Hozir kam qiynagandan ko'ra, keyin ko'proq qiynaganimiz yaxshi. Yo'q. Menimcha aytgan gapimni to'g'ri tushunma. Qo'yib, qiynasa chagim uzilay deydi. umuman olganda mana bu panda yaxshi gapirdi. Menga ham yoqdi. Yo'q, to'xtang. Qayting. Boshqa ma'noli gap aytaman. Menimcha maqoldan dars olishing lozim, po. Siz kung fu pandani bilasizmi? Yo'q. Janob Ping bilan Lini o'g'lini-chi? Bular juda ko'p uchraydigan ismlar. Ustoz Uguye tarbiyalagan Afsus. Ustoz Shifu murabbiylik qilgan. O, ustoz Shifumi? Ha? Hamma eshitgan afsonaviy ustoz Shifu haqida. Bitta sen emas. Kimdir afsonaviy dedimi? Deysizlar. Menga qara ham, bilaman o'rtamizda dilxiralik o'tgan, lekin hozir ishlarim pachava. Balki yordam berarsan menga. Rahmat. Ichma. Vaziyat tingunicha panada bo'lib turish uchun bir joy kerak bizga. Nega yordam berishim kerak sizlarga? Chunki shu zirhli qiyofada sof beg'araz qalb yashirin. U haliyam oilam a'zosi dermikin meni? Yaxshi. Ammo qorong'u tushish bilan ketmasanglar, o'zim chaqiraman bu qadarni. Yaxshimanglar. Bu qalamunni mag'lub etamiz bugun tunda. Oldin ishtoningni qaytarib ol. Voy sen! Kecham kulgili emas bu. Ber! Ishtonni ber dedim. Ha, ko'rinishidan unchalik mehmondo'stga o'xshashmaydi. Voy, nima? Aminmanki hammasi yaxshi. Bu yer oshxona. Oshxonaga kelganlar bilan esa qanday tillashishni bilaman. Shu yerda kut. Hammaga salom.